Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Toshkent Moskva, Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha legendarniy avtobus xizmatlari, komfortabilniy avtobuslarda kimda kim Toshkentdan Rossiyaga, Rossiyadan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lsa, do'stlar, mana ko'rib turganlaridek shikarniy avtobuslarimni tavsiya qilamiz do'stlar. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar. Albatta avtovokzaldan avtovokzalgacha to'g'ridan-to'g'ri reysiy avtobuslar do'stlar. Bemalol через bilet ketsanglar bo'laveradi do'stlar. Hozirgi holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Avtobusning ichki sharoitlarini ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Asalomlar, mana ko'rib turganlaridek Toshkentdan Rossiyaga, Rossiyadan O'zbekistonga shunaqangi qulay, sifatli reysiy avtobuslarimiz mana ko'rib turganlaridek mana 30 gradusga qayrilib, shunaqa 10 sm surilib bemalol bir-biringlarga mushat bermagan holatda ketsanglar bo'ladi do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Konditsionerlar bor, ikkita kamera, oldi tomonda, orqa tomonda bitta kamerasi hamda ikkita monitorigacha bor. Bemalol film ko'rib ketsanglar bo'laveradi. Kullerigacha bor, issiq suv, sovuq suvlar, choy, kofe ichsanglar bo'ladi. Hamda